Assalomu alaykum Bahodir Uz kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Hafta kuniga chorshanba 2026-yil 5-avgust. Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'stondan bo'ladi. Xudo xolasa bugungi video obzorimiz Azizbek ukamizning fermalaridan xudo xolasa katta sutli sigirimizni bolasi g'unajini chiqazib beramiz do'stlar. Sigiri qimmatli qiladi. G'unajini bo'lganda olib boqardim degan aka-ukalarimiz mana imkoniyatdan foydalanib qolasizlar xudo xolasa. Video syomkamizni boshlaymiz. Videolarimiz yoqsa bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi kun, yaxshi kayfiyat tilagan holatda video syomkamizni boshlaymiz. Qolgan to'liq ma'lumotlarni Azizbek ukamizning o'zlaridan olib beramiz. Azizbek, hormang. Bahodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka? Charchamoqdingizmi? Zo'r, xudoga shukr. Aka, assalomu alaykum Bahodir obunachilari, chorvari muxlislari. Bizda shu bitta g'unajinimiz bor edi, yaxshi sigir balasi, shuni sotmoqchimiz. Yana mana aka selos bosadigan sezon boshlandi. Shu seloslarni bosib qo'ydi, endi pulni beradigan anaqasi keldi. Zarurat tug'ildi, shunga necha bosh chiqazib beramiz xudo xolasa. Bir bosh aka g'unajin, zo'r sigir balasi. Endi do'stlar taniganlar biladi, Azizbek o'zi sutga ishlaydi. Yomon molni o'zi yo'q, chertib olingan. Xudo xolasa bo'lmasa video syomkamiz boshlaymiz, onalarni ko'rsatib beramiz. Onasi mana aka. Onasi molli originali. Elmurod akamdan kelgan bu sigir. Rossiyskiy qiroli Elmurod akamdan kelganlar mana. Ko'rsating obunachilarga, onasi va aka bu. Mashalloh do'stlar mana. O'ta yirik. Molli zo'ri, pulli sho'ri deydi mana do'stlar. Onasi necha litr sut beryapti? Onasi yangi tuqqanda 44 tagacha sut bergan, 44 ta. Mana. Pikka chiqqan payt 44 talik bolasini chiqazib beramiz. Nima demoqchi bizda? Ertaga sababini qilib, orqasini kutadi deb olgan odam. Hay, ozgina sababini qiladi aka, xudo xohlasa. Lekin zo'r sigirli bo'lib qoladi. Hamma ham aka 55, 60, 70 millionga sigir olishga juda ham qurbi yetmaydi aka. Albatta. Sekin yoshligidan mesniy qilib o'zi chiqarib oladi. Biza shu zaruriyat tug'ildi, sotyapti aka. Bilasizlar do'stlar, asloviy ferma urg'ochisini chiqazmaydi mana. Bir bosh chiqazib beramiz xudo xolasa, bo'lmasa Azizbek onasini chiqazib olamizda. Onasini chiqarib olamiz aka. Obunachilarga yaxshilab ko'rsating onasini. Mana 44 litrgacha sut bergan do'stlar. Hozir aka 1,5 oylik bo'g'az bu. 1,5 oylik. Mana. Juq qochgan ekan. Aka balasini olib chiqamiz. Aylantirib o'zini ko'rsatib beramiz obunachilarga. Haydovring, bitta o'zini olib chiqing. Mashalloh. Ko'rganda mashalloh deb qo'yadi aka bu buzog'i. Mana. Yosh oyligi necha oylik bo'ldi buni? Oyligi 4 oydan o'tyapti. 4 oylik. Mana 4 oylik effekti, lekin sutni ham to'yib ichgan ekan. Sut ichgan aka. Bergan ovqatingizni yeydi. Soman, beda, yemlar hammasidan yeyaveradi aka. Mana. Ostilarini ham ko'rsatib beramiz, hurmatli obunachilar. Bu gibridmi deyman-a? Gibrid, sementalorodan tushgan aka. Seleksiya qilingan, xudo xolasa sutga polvon bo'ladi do'stlar mana. Shu o'zimiz gibridlashib chiqaramiz degan maqsadda sementalor qo'yganmiz aka. Shu pul kerakligi uchun sotyaptik. Mana formalar lekin yo'g'onliklari ketadi do'stlar sementalga mana. Orqalari korobka aka, korobka. Sifati zo'r. Katta kichkina ko'rinishi mumkin, bo'yini balandligini necha qo'yib ketamiz? Ya o'zingiz bilib qo'yavering aka, mana shuncha molni ichida yuribsiz. 1 metr pilis. Bir pilis qo'yavering, endi ana 1.5, 1.10 deb qo'shilmaymiz. Oshig'ini obunachilar mazza qiladi aka. Mana, lekin sifati o'ta kuchli do'stlar. Ko'rganda mashalloh deb qo'ysa bo'ldi aka. Mana. Ostalari ham zo'r, kindiklar bor xudo xolasa. Haqiqiy sut yo'nalishiga do'stlar. Sababini qilib sigir qolaman degan aka-ukalarimiz mana imkoniyat sizlarga. Selosga pul berish kerak, ozgina yetmagan joyi bor ekan, o'shanga bir bosh mana chiqazib olamiz. Yeb ichishiga, sog'ligiga 10 kun garantiya, bir hafta emas. 10 kun mana.
yeb ichaveradi aka. Unaqalardan muammo yo'q. Aha. Sog'lomligi, hamma narsasiga garantiya. Bizadan aka u anaqa mol sotmaymiz shu paytgacha bironta anaqa bo'lmadi aka. Shuncha mol sotgan bo'lsak, Aha. shu fermaga keldik endi aka. Shu fermani oldik. Alloh xayrli qilsin. Aytgansiz. Ukajonim, ishingizga omad. Shu yoshingizda mana shunchalik chorvada shu holatgacha kirib kelibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Baribir bu yerda rossiyskiy qiroli Elmurodni mehnatlari katta bu yerda. Ustoz bo'ladi. Ha, ustoz bo'ladi. Zo'ridan zo'rlari, liderlarini yiqqan do'stlar, o'sha sigirlarning bolalari yem bor mana. Endi Azbek qiziq joyi narxida-da buni. Nech pul qo'yamiz endi? Bahodir aka, Labbi. buni narxi aka 23 million. Ozgina xayri bor. Endi 23 million qimmatli qiladi deydi bir xil aka, ko'p obunachilar. Bu aka yaxshi sigir balasi, keyin unaqa oddiy buzoq, jayka buzoq emas. Aha. Mashinchasini oladi 15 millionga ham. 15 millionga ham bor. Molli farqi bor-da. Endi 23 million aka kamini qilib beramiz ozgina. Onasi 44 litrgacha bergan. Onasi 44 ta sut bergan aka 100%. Kelganinglarda yana o'zingiz uchun bir sidirg'i ko'rib olasizlar, hurmatli obunachilar. Azbek sababini qilib boqqansiz, mayli. Endi 23 nima endi bitta chiroyli o'xshating narxini. Aka mayli 500 ming xayriga o'tib beraman. 22,5 million. 22,5 million. Yana xayr barakasiga siylab ham berasiz. Mayli aka, ozgina siylab beramiz. Xudo xolasa, kelgan obunachingizni qaytarib bermaymiz aka. Mana yeb ichishini ko'rsating bu jonivorni. Ishtaqalari zo'r mana. Endi yemasa, ichmasa bunaqa bo'lmaydi do'stlar. Mana effektini, voy mashalloh, mana oq yelin oq so'ski bo'lar ekan. Azbek 22,5 emas, 22 million qo'yildi. Ozgina xayr barakasiga mayli u bu narsa ozgina siylab bering. Bahodir aka o'zi aka zo'r narx qo'ydim. Aka shu 500 ming bag'i obunachilaringizga o'tib beraman. Mayli, endi mo'ljalga kim yetgan? Azbek hayot shunisi ham qiziqdi. 22 millionda mayli ko'p emas, u bu narsa bir siylab bering. Mayli aka, obunachilaringiz aka xursand bo'lsa bo'ldi. 22 million pul so'ralyapti do'stlar. Endi bitta narsa bor, mol bilan molni solishtirib bo'lmaydi. Azbek aytganidek 15 millionga ham, 14 millionga ham bor. Ha, bunaqasi bor aka, yo'q emas, bor. Moli bor-da, molni solishtirib bo'lmaydi aka. Sababini qilib boqib, yetiltirib, bo'g'oz qilsa qaytib ham olaveramiz. Qaytib olamiz aka. Prosta bizga ashki serios tushirib qo'yganman. Aha. 8 ta fato. Shuni pulni berib yuborishim kerakman. Do'stlar, mana agar sababini qilib boqsanglar, mana sutga ishlaydi Azbek o'zlari. O'zimiz aka mana aka sutga ishlaymiz, u yolg'on yasha, u bu anaqa emas aka, mana ko'rsating. Yengil ko'rsatib qo'yamiz. Hammasi sigir aka. Hamma liderlari yig'ilgan do'stlar. Yana kelganinglarda o'zingiz uchun bir sidirg'i. Hammasi rossiyskiy sigir qirolidan kelgan aka bu sigirlar. Mana. Zo'riga baribir tan berish kerak, hurmatli obunachilar. 22 million savdasi bor. Onlayn savdoga ham savdo qilamiz, ha? Savdo qilamiz aka. Endi baribir aniq tiniq aytib ketamiz. Qatgacha dastavka qilib bera olamiz. Aka, dastavkalarni kelishamiz. Nechta video chiqargan bo'lsak, hammasini dastavkasini kelishib, yetkazib bergan joyimiz ham bo'ldi, o'z olib ketgan joylari ham bo'ldi. Kelishamiz, o'rtada ham qilganmiz. Xudo xolasa bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Yo'q, aka, norizo bo'lmaydi. Xudo xolasa aka, yo'lida qilib foydalangan qilib jo'natamiz. Ekranda nomerlar bo'ladi, hurmatli obunachilar, telefon qilib bog'lanasizlar. Azbek ukamizni o'zlari samimiy inson, tanigan insonlar biladi. Xudo xolasa kelsanglar ishinglarni chiroyli qilib bitirib beradi mana. Samarqandlik, Vodilli akalarim telefon qilyapti aka. Mana aka, sotmayman dedim, baribir majbur bo'lib qoldim aka sotishga. Endi shunaqa kunga boqamizda molni mana. Do'stlar, imkoniyatdan foydalanib qolasizlar. Azbek ukam, sizni ham chorvangizga baraka, bozoringizni bersin. O'zi bo'lmaydi do'stlar, shu holatgacha juda katta mehnat yotadi chorvaning orqasida. Zaram aka
va kichkina jaydari moldan boshlaganmiz. Baraka xudo xolisa shunaqa anaqa keldik. Ha, baribir aytishadi-yu, 7 xazinani biri. Chorvada baraka bor. Endi o'rtoqlar bir narsa bor, o'tirib olib turib negativ yozish oson-da. Ay, Endi buni orqasida yotadigan mehnatni chorvani ichida yurgan aka-ukalarimiz biladi. O'shaning uchun do'stlar, oshig'orishcha gap so'z kerak emas. Nomer bo'ladi, qanaqa, nima savolinglar bo'lsa ham bemalol telefon qilsanglar, mana Azizbek o'zlari bilgan narsalarni sizlar bilan ulashadi mana do'stlar. Hammamizga nasib qilsin shunaqalardan boqish. Azizbek havas ko'zi bilan boqib, bizga ham nasib qilsin shunaqa zo'rlaridan deganlariga nechtadan bo'lsin xonadonida. kamida 10 tadan bo'laversa, unaqa 100 ta, 150 ta vahima qilmaymiz. 10 tadan bo'lsa, Albatta, yomon bu bo'lmaydi ishi. 50 ta, 100 ta qorishib kerak emas. Ay. Sifatli 10 ta bo'lsa, zo'ri bo'lsin. Originali bo'lsin keyin aka. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, sizlardan so'raladigan narsa bir donnadan layklarni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Haydab bitta aylantirib chiqarib bering. Ha, mana aka bitta aylantirib chiqarib beramiz aka. Mana sababini qilib yoritib berish bizadan. Telefon qilsanglar, xudo xolisa Azizbek ukamiz ishinglarni bitirib beradi mana. Zo'riga baribir tan berish. Ha, kerak. zo'riga aka tan berish kerak. Korobkalari O'zimiz ham zo'rini olib kelamiz. Aha. Zo'riga ish qilamiz biz aka. Korobkalari ham har tomonlama kelgan mana do'stlar. Shu bilan video syomkamizni yakunlaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.